Şu taraf giriş kerak. Albatta do'stlar, doimo mana bunday uju mashinalar o'tishi mumkin emas degan shablon, nima deydi, to'siqlarni ko'ramiz, shlagbaumlar. Va albatta doimo Osloda, butun Norvegiyada jamiki joy borki, xaritalarga kelib aylanadigan joylarda xarita bo'ladi. Shu xaritada qanaqa qonun qoidalari bor, shu nimalarga amal qilish kerak, hammasini ko'rsatib qo'ygan va shularga albatta qoida qilish kerak. Masalan, erta muz axlat tashlash, ba'zi bir instruksiyalar o'rgatilgan, kerakli maxsus joylarga tashlanadi va mumkin bo'lmagan joylarga chiqib bo'lmaydi, chunki erta xavf puli tekshirib chiqilgan, qayeri xavfli, qaysi joylarda odam erkin dam olishi mumkin, hammasi ko'rsatilgan. Shuning uchun sizlarga maslahatim, oldin kartani ko'rib, keyin ichkariga kirishni tavsiya qilaman sizlarga. Va nihoyat tepalikka chiqib oldim. Ko'ringlar, o'zinglar tomosha qilinglar. Bu pastga ko'l bo'lsa kerak. Kichkina ko'lni ko'rdim hozir.